Nima sabab old money stili oxirgi yillar ichida juda ommalashib ketdi? Birinchisi bu nostalgiya va klassika stiliga qaytish desak ham bo'ladi. 2010-yildan keyin g'ayrioddiy trendlar bo'lgan katta logotipli narsalar, sport kiyimlarni kundalik kiyimlar bilan birlashtirish, yorqin ranglar, vaqt o'tib odamlar bu narsadan charchadi va klassika, elegant va minimalizm stiliga qaytishdi. Va old money stili bo'lsa, как раз shu narsani aks ettiradi. İkinci sabab bu sotsial setilar va olinayotgan kino va seriallar. Instagram, YouTube, TikTokda odamlar old money stilidan ilhomlanib, shu haligi boy hayot estetikasini kuchaytirishyapti. Gentleman, Dom Gucci kabi kinolar va ulardagi aktyorlar o'zini stili bilan bu narsaga yanada ko'proq qiziqish uyg'otadi. Va oxirgisi bu moda qadriyatlari o'zgarishi. Oxirgi vaqt odamlar kamtarlikni qadrlab boshlashdi. Tez o'zgaradigan modani o'rniga odamlar hech qachon modadan chiqmagan kiyimlarni tanlab boshlashdi. Xullas, ne количество, a качество deydi-ku, old money mana shu narsa haqida.